Haqiqiy tog'i ichida joylashgan dacha Bo'stonliq tumani, Toshkent viloyatida joylashgan Yangiqo'rg'on qishlog'iga kelganmiz. Primoy anaqa live deydi-ku, hech kim bilan kelishilmagan holatda kirib boramiz va ko'rsataman sizlarga. Dachani qaranglar, prirodasini. Bu dacha may oyiga ish kunlariga 700 ming qilib berishadi. Egalarining ismi Dilmurod. Bu kenayimlar. Shularning nomerini qo'yib beraman. Hali bo'lmadingizmi borkani? Mana ko'ringlar tabiatini, juda ham chiroyli. Maza qilib shu joylarda dam olsanglar bo'ladi. Andrechki, borkga qarashmaysanmi? Yangi YouTube promosyamda hamda. Laboratoriyada. Televizordan binitsan. Mana ko'ringlar tabiatini. Baseni bor, uyi bor oldida. Juda ham chiroyli. Maza qilib dam olasizlar shu joyda. Bu dachaga 10 kishi, 12 kishi bemalol kelib dam olib ketsa bo'ladi. Eng tepada joylashgan Yangiqo'rg'onni maza qilib dam olasizlar xullas. Bunaqa narx yo'q. Do'stlar, qaranglar 700 mingga sizlarga shunaqa tog'lar ichida, toza havoni ichida dacha 10 kishi hisoblasanglar 70 mingdan tushar ekan. Qaranglar. Daraxtlarning azelinalari ham juda ham chiroyli bu dachani. Hozir xonani ichiga kiramiz. Lekin uborka qilishyapti klientdan keyin. Televizor, Wi-Fi hamma narsalari bor. Mana yotoqxonalari, ko'ringlar. Akkuratni ota-onalarni mana shu yerlarga olib kelib, dugonalari bilan qarindosh urug'lar kelib 5-6 kun dam olib ketsanglar, arziydi shu joylar. Hozir may oyida kakras hamma yoq yam-yashil bo'lib ko'kalamzorlashgan. Hozir men xonalarni ko'rsataman. Ko'ringlar. Juda ham chiroyli. 3 ta yotoqxonasi bor, zali bor, televizor ko'radigan mana. Onaxonlarimiz shu yerda ko'rib, shu yerda o'tirib o'zimizdan seriallarni ko'rib o'tirishadi. Tabiati seryoznay dacha. Xullas nomerni qoldiraman. May oyiga sizlarga shu narxda qilib berishadi. Telefon qilinglar. Ish kunlari faqat, dam olish kunlari sal qimmatroq bo'ladi. Bu yerda tenisi joylashgan ekan.